Ben shuni aytmoqchi edim-ku. Bismillahirrohmanirrohim. Mana ichkariga kiryapmiz hozir. Auzubillahi minash-shaytonir-rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu ichkaridagi qabrlar, mana uzunligini ko'ryapsiz. Qo'ldan kelgancha baholi hodirat o'zimiz toza ozodagina qilib, oqlab, kerakli savobli ishlarini qilib qo'yibmiz. Shunga maqsadki bir iltimosim shu yerlarga bir obodlik, bir yangiliklar kiritib, bu yerda ham shu O'zbekistonimiz obro'yi uchun bir ko'rsatilishini iltimos qilib tushirib sizlarga yuborayotgan edim. Mana bu tomonda qadimdan qolgan chillaxonalari, mana g'or bu yoq, o'sha chillaxonamiz. Mana yoqilayotgan qadimgi chiroqlar va ikki qo'lini ko'tarib butun dunyoni olsa ham shu 2 metr o'ziga kerakli bo'lgan kafan bilan ketganini tasdiqlabmi, mana 2-5 barmoqni, 5 panjani ko'tarib yer ostiga g'arib bo'lgan degan rivoyat qolgan haqiqatan. Mana bu doimo 2-5 panja asli azaldan shu ota-bobolarimiz davridan beri shunday qolgan. Iltimos sizlardan shu yerlarga bir yangiliklar kiritib berishingizni iltimos qilib so'rardim. Juda ko'p yodgorliklar bu yerdan keyin ham o'sha orqa tomonlarda o'sha vaqtli zamonda Iskandar Makedonskiy davrida 3000 lab askarlari bilan shu yerlarda qo'niq bo'lgan joylari bor. Hali ham o'shalardan qolayotgan eski qadimiy yodgorlik narsalar topilib turadi. Xudo xolasa shu yerlardan bir o'ziga yarasha qilib, o'sha kelayotgan sayyohlar uchun bir yaxshi imorat, ularga kerakli narsalar qilib, shuncha yo'ldan keladi. Bir piyola choyini qilib berish uchun bitta kulbacha qilib bir yangiliklar kiritishingizni iltimos qilib so'rardim. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Inobatga olasizlar degan umiddaman. Alloh sizlarni qo'llab-quvvatlasin.